Yo'l mobil kuzatuvchilari, assalomu alaykum. Bugun sizlarga Samsung modellar va iPhone modellar va Samsung modelli yangilarini 1 yil kafolatga ega bo'lgan smartfonlarda arzon oftom narxlarda taklif qilaman. Videoda albatta oxirigacha o'tkazmasdan ko'rishlaringni tavsiya qilaman. Narx-navolar xudo xolasa imkon qadar qo'ldan kelganicha narxlarni tushirganmiz. Videoda oxirigacha ko'rsalaring, o'zlaring bilib olasizlar. Narxlar ma'qul kelsa albatta zakaz berishlari mumkin. 12 ta viloyatga tezkor pochta orqali dastavkalarni mutlaqo tekin qilib, albatta garantiyasi bilan, bonus bilan yetkazib beramiz. Qanaqangi murojaatlaring bo'lsa, tepadagi raqamlarimizga aloqaga chiqinglar. Sizlarga yoqqan telefon, telegramdan video qilib tashlab beramiz. Ma'qul kelsa keyin zakaz berasizlar. Oldindan 200 ming zakolat, qolgan telefon e'tiboringizga qo'llaringga olib tekshirganlaringdan keyin qolgan to'lovni qilasizlar. Xudo xolasa zakaz bersalaring bo'ladi. Bizning adres Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Ansof savdo majmuasi ro'parasida joylashgan. Faqat bizda telefonlar naqdga sotiladi, bo'lib to'lashga yoki kreditga yo'q. Faqat naqdga olinglar, arzon narxlarda qilib beramiz. Xo'p, birinchi bo'lib sizlarga Redmi modelini taklif qilaman. Redmi Note 13 Pro 5G modeli, hurmatli obunachilar. Smartfonimiz 12 ga 256 lik xotira, operativkasi 12, smartfon xudo xolasa yangidek saslanib turibdi. Ideal holatda ko'rishlaringiz mumkin. Qora svetda. Narxi esa bu smartfonda $180 tashkil qiladi. Yangisi 250 mikin, shuni ham berdi hurmatli obunachilar. Xo'p, keyin sizlarga Redmi Note 9 smartfon taklif qilaman. 4 ga 128 talik xotira bilan jihozlangan. Holati cho'tki, faqat orqa kirishgansiz sal chexoldizi chiqib qolgan. Buni bitta yangilab bersa korpusini yangidek bo'lib qoladi, lekin o'zini zavodskiligida qolgan. Radnoy smartfon hamma yo'q, отпечатка barmoq izlari mavjud. Bu smartfon narxi esa atiga 930 ming deb tashkil qiladi. Zakaz berishingiz mumkin. Xo'p, keyin sizlarga A55 5G taklif qilaman. 1 yil kafolatga ega smartfonimiz, hurmatli obunachilar. 8 ga 256 talik. Narxini taxmin qilib turinglar. Sizlar o'ylagan narxdan ancha arzoniga taklif qilaman. Bu smartfonning narxi 256 taligi hozirgi kunda magazinlarda eng kami $360 yoki $350 sotilyapti. Gold Mobile'dan juda ham arzon narxda xarid qilasizlar. Xudo xolasa, smartfonim 1 yil kafolatga ega, 8 ga 256 lik xotira bilan jihozlangan. Bilasizlar, A55 5G eng hadavoy rangi o'sha qora rangda, blue rangda. Bu smartfonda narxi esa $315 tashkil qiladi. $330 ga 128 talik sotilyapti. 256 taligini $315 ga xarid qilishlari mumkin, hurmatli obunachilar. Nimaga arzon deyishlari mumkin? Faqat bu smartfon umuman ishlamagan, faqat olayotib tekshirib olingan xolos. Mana smartfon ishlamagan, ko'rib bemalol tekshirib olishlari mumkin. Faqat olayotib tekshirib olganmiz. Shuni hisobiga narxi $315, lekin super narxda 315 ga vobshe arzon. Misol uchun $360 dan kamiga ololmaysizlar. $40, $45 pullaring yonga qoladi. Keyin sizlarga A56 5G 1 yil kafolatga ega. 8 ga 128 talik qora rangda Avesome Graphit degan rangi. Xudo xolasa, bu smartfon narxi esa, hurmatli obunachilar, $360 da tashkil qiladi. Keyingi modelimiz bo'lsa, Samsung A16 modellari. 6 ga 128 talik xotira, 5000 amperlik batareya, smartfonlar yangi, vakuum. Narxi esa $166. Va keyin A36 5G modellarini taklif qilaman. 1 yil kafolatga ega har bir smartfonlar bizda 8 ga 128 va 8 ga 256 talik. 8 ga 256 taligini $340 ga, 128 taligini esa $315 ga qilib berishga tayyorman. Bemalol zakaz berishlari mumkin. Keyin bizda bir dona bu smartfonimiz ishlagan Samsung A25 5G modeli, 6 ga 128 talik, 5000 amperlik batareya. Korobkalari bor, ko'rib turganlaringdek. Bu smartfonda narxi qancha chiqadi uni? 180 ga qilib berishga tayyormiz, hurmatli obunachilar. Bemalol zakaz berishlari mumkin. Keyin bizda Samsung S23 Ultra'ni Vietnam varianti bor. Salafallari olinmagan. Bitta ko'rib o'zlaring baho beringlar. Green svetda, juda ham hadavoy. 12 256 talik, ikkita sim karta premium o'qiydi. Bu smartfonning narxi esa, hurmatli obunachilar, $540 da tashkil qiladi. 12 ga 256 talik korobkali variantda. Ikkita sim kartalari, IMEI registratsiyalari ofitsial holatda ro'yxatdan o'tgan. Zakaz beringlar, atiga bir dona bor, foydalanib qolinglar. Juda ham ko'pchilik so'raydi mendan.
S23 Ultra sim kartalangan. Keyin bizda koreyskiy variantda bo'lgan Samsung S22 Ultra 12256 xotira 5000 amperli batareya. Holati juda ham tiniq. Turli tomonida salafanlari olinmagan, burgundiy rangi, yangidek holatda turibdi smartfon. Yangi telefon ishlatgandek o'zlaringizni his qilasizlar. Narxi $430 tashkil qiladi va qorasi esa 430. $430 bemalol xarid qilishlari mumkin. 425 ga qilib beraveraman qorasini. Keyin Samsung S22 Plus 5G modellari 8256 xotira 4500 amperli batareya. Qora sveti $310 ga eng tiniq sostenada va oq sveti esa $295 tashkil qiladi. 290 ga ham qilib beraveramiz oq svetini. Va keyin bizda Samsung S20 Plus modellari bor. Hurmatli obunachilar, 12 operativga 256 xotira 4500 amperli batareya, Snapdragon protsessor bilan jihozlangan. Eng tiniq holatda har biri $235 ga. Birorta petnosi yo'qligini sizlarga ta'kidlab o'taman va bizda BTS purple rangi ham bor. Juda ham noyob rangi. $225. Va Samsung S22 5G modellarimiz bor. Qaranglar hurmatli obunachilar, green rangda va oq rangi bir dona bor. 8256 talik 3700 amperli batareya. Xo'p, holati har biri shunaqangi tiniq sostenada turibdi. Bu smartfonlar $270 ga xarid qilishlari mumkin. To'rala tomonida salafani olinmagan. Yangimikin deb o'ylaysizlar, bu smartfon ishlatilmaganmikin deb o'ylaysizlar. Men o'zim ham ko'rib hayron qoldim. Juda ham avaylab, asrab ishlatilgan bu smartfon $285. Yangidek holatda, lekin haqiqatda yangidek holatda smartfon ishlatgandek bo'lasiz. S21 5G elegantli kompaktli 8256 talik tiniq sostenada $225. Qora rangda S21 5G 8256 talik $215 eng tiniq sostenada. Va keyin bizda Samsung S20 5G ile 12 ga 128 talik xotira eng tiniq sostenada turibdi. Bu smartfonlar juda ham a'lo sostenada $205 ga 12 operativga 128 xotira bilan jihozlangan va bizda Samsung S15G afsonaviy smartfonda salafanlari olinmaganlari va oldida burun laminatsiyalari olinmagan yangidek holatda $200 dan xarid qilishlari mumkin. Har bitta smartfon 100% kafolatini обязательно beramiz. Xudo xolasa yozib jo'natib beramiz garantiyalarni. Ko'ngil to'q qilib xarid qilsangiz bo'ladi. Har bitta smartfonga 100% garantiyasi bor. Ammo mabodo aybi nuqsoni chiqib qolsa, hech qanaqangi sizlarga telefon tuzattirib bermaymiz, o'rniga boshqa jo'natib beramiz. S10 Plus modelimiz bor. $180 ga. Zo'r sostenada. Va keyin Samsung S10 da salafanlar olinmagan green rangi va pushti rangi qo'limda turibdi. Eng tiniq sostenada $155 ga va $145. Bir dona qora rangi ham bor S10 da. Zo'r sostenada. Qora sveti juda ham kam bo'ladi. Greendan ko'p kelyapti, lekin qorasi atiga bir dona ketdi. Va keyin Samsung A82 5G 6 operativga 6 plus 6 RAM 128 talik xotira 4500 amperli batareya, Snapdragon 855 protsessor adashmasam, holati juda ham tiniq $175 ga. Va keyin Samsung iPhone 13 Pro Max 1 terabayt 87% batareya foizi qora rangda holatda juda ham ideal holatda $590 ga. Va 128 talik 82% holati juda ham tiniq sostenada $535 ga. Va iPhone 14 Pro qo'limda turibdi. Xo'p, bu smartfonlar batareya foizi oqiniki 87%, 256 talik xotirasi juda ham tiniq sostenada $560 ga qilib beramiz. 550 ga ham xarid qilsangiz bo'ladi, chegirma narxda. Holati juda ham tiniq, batareya 87% va qo'limda purple sveti turibdi. Bu ham 256 talik. Zakaz beraverasizlar $550 dan. Va keyin iPhone 13 Pro bor, batareya foizi 93%, 256 talik $470 ga. Tiniq sostenada. Va keyin iPhone 13 Pro da 256 79%. Zo'r sostenada $440.
va iPhone 11 Pro bor, 64 talik yangidek holatda, stiklosida qirilgan, chizilgan aybi nuqson, nuqta deb aytmoqchi ham yo'q. Smartfon yangidek holatda, juda ham avaylab asrab ishlatilgan ekan. Batareyka foizlari 90%, 64 talik, hech qayerda almashmagan, korpusi radnoy o'ziniki, korpuslari hamma yoqda xolisa. Narxi esa bu smartfonni $270. Radnoy $250 ga, $220 ga, $230 ga ham sotdik, hurmatli obunachilar. Hattoki $200 ga ham 11 Pro sotdik, lekin bunaqa yangidek holatda emas. Holatini ko'rib, haqiqatda hayron qolasizlar smartfonni. Bitta yoqqan bo'lsa Telegramdan yozinglar, va xolasa sunnatiga muvofiq o'tib beramiz. Ozgina. Juda ham tiniq yangidek sostanadi. Bemalol zakaz berishlari mumkin. Hurmatli obunachilar, bizni Telegram, Instagram, YouTube kanallarimizga albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni yana maksimal darajada o'z yaqinlaringizga jo'natib qo'yinglar. Va xolasa har doim bizni kuzatishda davom etinglar. Shunaqangi ishonchli garantiyali smartfonlar Google Mobile sizlarga har doim ilishda davom etamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.